Men YouTube'dan dahshat videolar ko'rib qoldim. Prям bombalik. Men ham shunaqa videolar qilmoqchi bo'ldim, lekin Короче, men boshqa telefonda o'ynaydigan youtuberlar ham shunaqa vaziyatda bo'lsa kerak deb o'yladim va youtuberlar uchun, ya'ni telefonda o'ynaydigan youtuberlar uchun top 5 ta eng kerakli modni ko'rsatishga qaror qildim. Siz esa videoni boshlashdan oldin videoga like bosib qo'ying. Yo, bola, shega stopda. Bu nima? Qalbingdagi ozorni yashirishni o'rgan. Senga bu tuyg'u tanishmi? Stop. Shunchaki men kanalga upload qo'yiladi-da. Bunday videoni boshladik. Bo'ldi, biz birinchi modimizga o'tamiz. Bizning birinchi modimiz ko'ryapsizlar, ikki tugmani yo'q qiluvchi mod. Bu modda sizlar xuddi kompyuterda o'ynashinglar mumkin. Sizlar keyin qiynalmaysizlar, xuddi mana ko'ryapsizlar, kompyuterga ham o'xshaydi. Shuning uchun o'zinglar uchun shu modni yuklab olsanglar bo'ladi va men buni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Sizlar undan bemalol olishinglar mumkin. Короче, mana ko'ryapsizlar, judayam dahshat. Qo'lni ham Javada qildi mana. Javani ham qo'li shunday bo'ldi, qo'li shunday turadi. Bu adashdim do'stlar. Короче, mana qo'lni mana bunday qilib turgan, uzunroq Javanikidek qilib turgan Java Hand degan mod bu. O'sha Java Hand degan mod ana shuni короче qilyapti. Sizlar Java Hand modini ham yuklab olishinglar uchun meni Telegram kanalimga o'tishinglar kerak. Telegram kanalim esa kommentariyada va opsiyada. Hozir Java Hand modimizda bu ikkinchi modimiz edi. Biz endi uchinchi foydali modimizga ham o'tib bo'ladi. Bizning uchinchi kerakli modimiz ko'ryapsizlar, mana bu ekranda almashtiradigan mod. O'zingizlar ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli va bu uchinchi modimiz. Buni ham albatta agar 100 ta like bo'lsa Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz yoki Telegram kanalimizda 100 ta obunachi bo'lsa tashlab qo'yamiz. Bo'ldi, endi keyingi kerakli modimizga o'tamiz. Bu mana ko'rib turibsizlar, videoni boshidan beri ishlatib kelyapman. Animatsiya mod. Bu dahshat animatsiya mod, qaranglar. Ko'ryapsizlar o'zingizlar ham. Bomba. Buni aslida bu mod Javada ishlatilardi. Javada bor bu mod, lekin men shuni nima deydi, Bedrockchilar uchun ham topdim. Bu Minecraftning Bedrock versiyasi. Buni men shuning uchun ham Bedrockchilar uchun topdim. Sizlar bemalol ishlatib YouTube'da kontent qilsanglar bo'ladi. Короче, endi bizning oxirgi modimiz. Bu mod emas, lekin kerak. Mana shader. Bo'ldi, juda ham chiroyli qiladi Minecraftni. Bu yerdan yaqinroq kelsanglar. Yo'q. Bu qimirlamaydi. Suvlarni qaranglar. Короче, suvlar ham juda ham go'zal va pisheta. Xuddi hayotdagidek turibdi. Juda ham bir bo'lmasa ham, bomba shader bo'lmasa ham, bu kuchsiz telefonlar uchun. Misol uchun, meni telefonim kuchsiz telefon, 32 GB, 3 GB RAM. Ana shunday telefonlar uchun bemalol ishlab beradi. Короче, bu yerda qishloqcha ham topdik. Mana qishloqchadan bemalol ko'rishlar mumkin. Go'zal, juda ham chiroyli. Faqat bir narsa bor, animatsiya modlarga animatsiya qo'shmaydi. Bo'ldi, menimcha bu modda hammasi sizlar uchun kerak. Mana ekran juda ham chiroyli, xuddi Baxruznikidek. Sizlar bemalol bu animatsiya modlarni ham, boshqa modlarni ham Telegram kanalimdan olishinglar mumkin. Uning uchun esa Telegram kanalimda 100 ta obunachi bo'lish kerak yoki shu videoga 100 ta like yig'ib qo'yishinglar kerak. Unda hammaga xayr. Sizlar bilan yana storim bo'ldi. Bugungi videomizda qaroqchi yo'qdi. Agar keyingi videolarimizda chiqishini xohlasanglar, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Albatta bitta like bosishni unutmanglar. Unda hammaga xayr.
Sizlar bilan yana har doimgidek Storm janoblari bo'ldi.